Salom, bugun sizlar bilan yana Hello guys. hammaga salom. Bugun sizlar bilan Usmon 15. Bugun yana Squid Game 3 ga 1 ga qaytib keldik. Aytganimni video olamiz. Asadbek akam mana gapiring. Hello bolalar, nimaga? Chiki chaka qolib ketdi. Voy ahmoq, nima ustiga chiqib olingiz o'g'lizni aytganim o'zi. Sizni sinmayapti. Keyin bugungi videoda biz Squid Game 2 bilan birini aralashmasini qilamiz. İstagancha 5 dan 0 gacha bitta raqam ayting. 5. Ana endi mana bunday qilib turib, nastroykaga kirib turib, time recorder. Time recorder yo'q ekan. Endi nima qilamiz? Bo'ldi. Ana kim birinchi borish? 1, 2, 3. Tezlashtirdim. Red light deganni to'xtatish kerak. Aytmayapti-ku. Hali bor. İşlemayapti-da. Aytmasam borsak bo'ldi. Akamda bir bo'ladi. Hech nima men birinchiman. Upa, yetib keldim men birinchi. Men. Sakrab yetib keldim. Ukam men. To'xtang, bo'ldi. Urushmaylik. Endi obunachilarimizdan so'raymiz kim birinchi kelganini. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana red light, green light deyapti. Men red light degan paytim kirganimda Asadbek akam kirib ketganini kommentariyga yozsanglar ham bo'ladi. Balkim Asadbek akam kelgan bo'lishi ham mumkin. Balki men kelgan bo'lishim ham mumkin. Xullas. Bo'lishini aytamizmi? Ha, chiqib keting. Videoni to'xtatib turamiz. Mana ikkinchisiga ham kelib oldik. Endi bu o'yinning qoidasini tushuntiraman. Hozir ikkalamiz kiramiz. Keyin sulf o'ynaymiz. Bu yerda hozir bu yerda o'ynamaymiz, tashqarida o'ynaymiz. Yani telefon ichida emasda, o'zimiz shaxmatda sulf o'ynaymiz. Keyin kim yutqazsa, o'sha qidiradi. Kim yutsa mashxonalardan bittasiga kiradi. Keyin qidirish eshiklarini ochishga faqat 5 ta imkoniyat bo'ladi. Qani ketdik. Chiqing. Ha, tushida sulf o'ynaymiz. Keling. Sulifa. Ay, men qidirar ekanman afsuski. Mana eshiklar, chiqib ketamiz. Aka, o'tirib yuring. Ismingiz ko'rinib qoladi bo'lsa. Ko'rinyaptimi? Ha, yo'q, ko'rmay qoldi. Ana endi ko'rinmayapti. Ko'rsatchi? Mana ko'rinmayapti. O'tirib yuring-da. Tushundingizmi? Ana akam o'tirib yuribdi endi, bu tushuntirmaydi. Biz akam qaysi xonaga kirganini aniq bilishimiz kerak. Bu yerda har bitta xonani raqami bor. Nechta imkoniyating bo'ladi? 5 ta. 5 ta eshikni ochdim. Yaxshi. Bo'ldi, qarayman. O'tib turamiz. Bo'ldimi? Ketyapman. 1, 2, 3 kirdim. Ana endi 5 ta imkoniyat. Bu yoqqa boramiz. Yo'q. Ana, topdim. Aniq bildim shu yerdaligini. Ko'rib oldingda pulov. Boshqa yoqqa yashirmaysizmi? 12-xonada turgan ekan. Pluscha. Ana endi men yashiraman. Yo'qoling. Nima urasiz? Keldi. Yoping. Ana endi sekin suramiz. Eshikdagidan suring. Suring deyapman. Eshikda o'tiribman, jim tur. Bo'ldi, kelavering. Bo'ldi, kelavering deyapman. Kirsangiz ayting kirdim deb. Sabr, qayerdan bilmasanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Eshik ochayotganini sanab keting. Ya bo'ldi. Ha? 2 ta. 3 ta. 4 ta. Ko'rish mumkin. Bo'ldimi? Ochasizmi uni? Yo'q. Eshikda o'tiribman. Sindiryapsiz. Eshityapman. Nimani? Seni. Qayerda, qanday eshitsa bo'ladi? Men uni faqat o'zim bilaman. Sendan boshqa odamlar Sindirish mumkin emas, lekin qarang.
Yo'q. Yutqazdingiz. Mana men bu yoqda edim. Voy iflas. Menda bir Nima aytdimi? ha, o'shaning ichida edim. Men ochdim-ku bu yerda. Ochganingiz yo'q. Yo'q-ku, ochmadingiz. Men shu yerda ochdim aytdi. Ha, bo'pti. Men aytdim ochgan. Mana bu nima sindirdingiz? Loy bilan yopib qo'ying. Loy bilan yopib qo'ying. Meni sindirish mumkin emas edi. Bo'ldi. Ana endi navbat. 2-0. Oxirgi o'yin. Babur yutqazasiz. Yutqazsiz. Bo'ldi. Men tamom. Biz tamommiz. O'z Babur yutib bo'ldik-ku do'stlar. Qaramayman. 3 ta blok bilan nima qilsam bo'ladi? O, ana texnologiya. 1 2 3. Hoppa, ana. Bo'ldingizmi? Aha, endi tushamiz. Jonimiz ketsa ham. Hop, hop. Hop, nima eshiklarni sindirib chiqdingiz aka? Qo'yib qo'ymaysiz? Ochib ketgan eshiklarni yopib qo'yasiz. Ko'rsatingga. Mana. Bitta ketdi. Yo'q. Keyin ketdi. Ketmaydi bular. Ketadi. Ketmaydi. Yopib qo'ying. Izlash och. Yo'q. Bitta ketdi. Buni yopib qo'yamiz. Ikkita ketdi. Mana yopib ochiq turgan ekan. Uchta ketdi. Qayda turgan bo'lsa-da endi bu. Birta ketdi. Ha? Chiqib ketgansiz? Ha? Ha? Chiqib ketibdi meniki. Boshqatdan kiring-da. Men qaramayman. Ay, qotib qoldi telefonim yana. Telefonim Endi shag'araman bola. qaramayman, mana yerga qarab turibman. O'tiring endi joyingizda. Garang men boshqa joyda paydo bo'libdi. Ay, do'stlar, adashib Chiq. yetib qoldi. Ana chiqdim. Yasharingga xonamga kiraman men. Sen 3 ta imkoniyatning ketgan bilasan? Ha, bilaman. 4 ta edi. 2 ta qolgan. Ha, bo'pti. Qaramayapman. Mana ketdim men. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hech nima ko'rmayapman. Kirdingizmi? Mana Qaysi xona yashirinadi endi plus? bilmayman. 3 ta ketdi. O, menimcha do'stlar adashib ketgan bo'lsam kommentariy yozib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Axir bizni 90% odamlar obuna bo'lmay ko'ryapti-ku. 90? 10% odamlar obuna bo'lib ko'ryapti. Bo'ldingizmi? Dakirdi. Ana endi biz surdik. 4 tang, 3 tang ketgan bilasan, ha? Da bilaman. Nima ish? Men emasku. O'shancha men ochim kerak. Yo'q, shuni qura olasizmi? Hozir yana boshqa joyda paydo bo'laman. Ana bo'ldi. Endi qarang, hozir tushuntiraman. Kirdingizmi yo o'sha? Yo'q, boshqa joyda paydo bo'lganman. Bilaman. Bo'ldi, boshqa joyga qo'ying. Bo'ldi. Endi umuman tegmayman. Qo'lim uzdim o'sha yerda. Bo'ldi, uzdim o'sha yerda mana qo'lim. Faqat mana shu yerni ushlayman. Shunday qushlayman. 3 tang ketgan. Bilaman, shundan ketgan. 2 tani bitta zo'r foydalanaman-da. Texnologiya. Kirgan bo'lsangiz bo'ldim deng. Bo'ldim. Aha, ketdik do'stlar. Endi vo'kshin qo'lim tegmaydi. Lekin ko'rinmayapti. Sal uzoqroq ketib qoldim. Voy! To'xta kirmay tur, ochib yuboribman. Bildim. Mana nima mana? Quridim o'tkazib. Fil qo'yishdim. Bo'ldi, kirdim endi vo'kshin tegmaydi. Katta mashinalar nega turibdi? Yo'q. Ana ko'rganim yo'q. Do'stlar, qaylar hozir videoda sizlar ko'rgansizlar, men ko'rganim yo'q mana. Aka, qarang, qo'yaman videoni. Men baribir. Bo'pti, videoni qo'yaman. Agar o'shanda ko'rmaganimni isbotlab bersangiz, ko'rganimni isbotlab bersangiz, $100 beraman. Bo'ldi. $100 debman. 100,000 pulimni beraman. 100,000 puling bo'lsa agar. Bor. Izla shunda videoni ko'rsat. Bo'pti. Hali bermayman. YouTube videoga tashlagandan keyin-da. Xullas, keyingi qismga o'tamiz.
mana videoni boshlab oldik. Mana kelib oldik. Anaqda ekan. Mana men bu yoqdaman. Kim lavaga tushib ketmaslik. 1 2 3 ketdi. Men o'qiganman-da men. Men o'qiganman men kamonchilikda. Men kamonchilik o'qitilganmi? yo'q, o'qiganman deyapman men. Kamonchilikka o'qiganman deyapman. Da o'qiganman. Bu shuncha narsani kim tekizib? Qanday? Nimaga ukam? Videoni yoqqanmiding? Ha, yoqqandim. O'yinda hozir men bilmayman. Birinchisini bilmayman. Balki mendadir, akamda bir. Ikkinchisi men yutdim. Bunda akam yutib ketdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Qizga bilan tabriklayman. Mana kelib oldik binomizga. Hello. Aha. Hozir to'xtang. Biz hozir toshqacha o'ynaymiz. Menga qarang. Inventorizga qarang, kiring. Keyin tashlamoqchi bo'lgan narsangizni oling. Tashlamoqchi bo'lgan narsangizni oling. Tashlamoqchi bo'lgan narsa. Hozir ko'rsataman. Inventariyaga kiring. Endi tashlamoqchi qo'lingizdagi narsani bittasini tashlang. 1 2 3. Toshga qog'oz tashladim. Aha, endi men yutqazdim, narsangizni yig'ishtiring. Endi men hozir o'yinda qochaman. Asadbek akam esa nima qiladi? Meni quvlaydi. Birinchi bo'lib men kreativda kiraman. Keyin men akamni nima taslim bo'lmaguncha desam bo'lmaydi. Faqat o'tirib yuramiz. Ana bunda imkoniyat yo'q bo'lsa, Ha? imkoniyat yo'q bo'ladi. Imkoniyat yo'q bo'ladi. Cheksiz, Yo'q. Ha, cheksiz. Bunda imkoniyat cheksiz, lekin uni ko'p bo'ladi. O'tirib oling. O'tirib yuramiz endi. Meni qilich oling qo'lingizga. Qo'limga qilich sen olishing mumkin emas, qilich. Yo'q, men diamond branya olaman. Yo'q, olmadi. Olaman. Majburiy. Majburiymi? Ha, o'yinni qoidasida men olaman deb o'qiganman. Endi akam endi ikkalamiz oldik. Hozir video oxirigacha, hozir men xotiram to'lib qoladi, shuning uchun videoni to'xtataman. Ikkinchi qism hozir chiqadi. Qiyin bo'ldi. Bularni sizlar qilishingiz mumkin. Albatta hozirroq kommentariyaga o'tib, kim yutganini yozib qoldiringlar. Balkim Asadbek akam yutgandir, balkim menman. Albatta yozib qoldiringlar, chunki akam bilan tortishib qoldik. Shuning uchun hozir o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga kim yutganini yozib qo'yinglar. Sizlar uchun boyagi o'yindan to'g'ri kelib, mana shu yerga chiqib keldim. Albatta men yutganman bolalar, to'g'rimi? Adashib ketibman, boshqa yerga kirib, o'yinni boshini shoqlari kelib keldim. Kreativda bo'lishim mumkin. Kreativ qildim-da kirganimda. Adashib ketdim men. Xullas kim yutganini aytasizlar degan paytim filtr bo'lib qoldi. Balkim men yutgandirman, balkim